Diqqat! Ayni vaqtda Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan barcha migrantlar va yaqinda Rossiya Federatsiyasidan ishlab o'z vataniga qaytgan barcha migrantlar uchun tezkor noxush xabar. Amina ilovasini ishlatmagan 139 mingdan ortiq migrant ro'yxatdan chiqarildi. Moskvada Ichki ishlar vazirligi 139 mingdan ortiq chet el fuqarosini migratsiya hisobidan chiqardi. Sabab Amina ilovasida geolokatsiya, ya'ni joylashuv ma'lumotlarini yo'qligi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatidagi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina fuqarolari Amina mobil ilovasini o'rnatishi shart. Migrantlar har kuni ilovaga kirib turishi, telefonida geolokatsiyani yoqib qo'yishi va push bildirishnomalarini faollashtirishi kerak. Ichki ishlar vazirligi shu orqali migrantning qayerda ekanligini kuzatadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, loyiha boshlangandan beri 139.236 kishi geolokatsiya ma'lumotlari yo'qligi sababli migratsiya ro'yxatidan chiqarilgan. Agar ilova 3 ish kuni davomida telefonning joylashuvini ko'rsatmasa, migrant avtomatik tarzda ro'yxatdan chiqariladi. Keyin uning ma'lumotlari nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi, deyiladi xabarda. Musofir yurtda ishlab yurgan barcha aka opa-singillarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.